umuman qaysi sohada bo'ling, daromad qo'lingizga tushganda bitta narsa qiling. Buni menga bu life hackni do'stim o'rgatgan, yaqin do'stim bor, o'sha o'rgatgan, Alloh rozi bo'lsin. O'sha qo'lingizga olganingizdan keyin shunday deysiz: Allohim, o'zingga maqtovlar, shukrlar bo'lsin, salovatlar bo'lsin payg'ambaringga, salom va salovatlar bo'lsin. Allohim, mana meni shuncha qilgan mehnatimni qurib qoldirmading. Mana shu halol mehnatimni Allohim o'zing rizqini, barakotini berding. Endi shu bergan moddiyatingga, shu bergan rizqingni to'g'ri va kerakli, manfaatli, dunyo va oxiratimga foydali ishlarga sarflashlikka nasib qilgin deb duo qilib so'rab qo'ying. Chunki juda ham ko'pchiligimiz isrofgarchilikka oylik keladi, qayoqqa ketganini bilmay qoladigan insonlar ham bor-da. Shuning uchun Alloh taolo hammamiz topayotgan, haloldan topayotgan rizqimizga barakot bersin.